Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugun men Gavdamyan qilmoqchidim. Shunga buning reseptini avatib beray. Buni men oldingi darslarimda so'zlab bo'lgan. Buning ketadigan material 3 tal tuxum, 2,5 stakan suv. Mushunchalik stakan bo'ldi. Mush stakanda 2,5 stakan suv tayyorlab olasiz. Ondan 3 tal tuxumni chiqib olib, buni 1 minut elashtirsiz. 1 minut elashtirib bo'lgandan keyin tayyorlab olgan 2,5 stakan suvni qo'yib, buni yana ozroq elashtirsiz 2 minutda. Mushtaq ko'piga chiqqidek elashtirgandan keyin buni endi 1 minutda elashtirib bo'lgandan keyin ozroq tuz qo'ysiz. Endi suv qo'ygan stakaningizga 1 stakan un, hisobda mush stakanni 2,5 stakan un tayyorlab, buni to'kisiz. 1 stakandan 1 stakan un to'kib elashtirsiz. Mana hozir meningki Gavdamyanning xuruchi mana quyuqligi mishinchik darajada bo'ldi. Bo'lsa qarindoshlar mendaq ushlagandek narsani tayyorlab olsizlar, 2 tal 3 debdi men. Endi bu legandek narsaga xaltini tekshi yaxshi o'raymiz, ikkilisini o'rib etamiz. Qarindoshlar, mana ikkilaganni mush xaltida mekam o'rab bo'lgandan keyin ko'rg'i suv qaynatamiz. Endi tayyorlab olganligingizga mushundan 2 cho'michdek, agar cho'ng bo'lsa 2 cho'mich qo'ysiz. Mening ko'rami qaynab qoldi. Mush jimbilning to'piga buni o'tda g'ussiz. O'tda g'uzib 6-7 minut pishirsiz. Qarindoshlar, 6-7 minutdan keyin mana Gavdamyan mushta ko'pkan holatda pishidi. Mushu pishgan holatda buni evitib, yana birisini qo'yamiz. Pishib bo'lganini sovuq qo'yib qo'yamiz. Endi biz yana birisini davomli o'xshash minut pishirib olamiz. Ximiringiz muzlig'icha to'pini maylab, qopmush bet qo'yib qo'ysangiz ximiringiz muzlaydi, yana birisi pishqicha. Endi so'g'ilgan Gavdamyanning oldi-keyini maylab, ma'ningda bunda narsadagi pichoq kessangiz bo'ldi, kesib olasiz. Endi cho'pning mana shu shaklda inchiroq kesib olamiz. Mana shu bo'yicha qilsangiz bo'ldi. Bunun ketadigan materiallar quruq laza, inchik so'ng piyoz, jang pizza, nashtal samsa. Anandan keyin zimajang, ochiq suv degandeklar ketadi. Dastlabda biz materiallarni ushshaq to'g'rib olamiz. Samsaq, amin to'kib, quruq lazani to'kib, mana ochiq suv bilan elashtirib manda mushalat keldi. Endi yarim cho'mich moy qizitsizlar. Endi chuchigan moyni mushdan to'kisiz. Laza aytgandek etisiz buni. Mana mush holatda laza aytgandek etisiz, lekin buningga azroq xurishlarni qatsizda, boshqa xurishlarni. Endi mush samsaq zimajani bo'sh o't tutib elashtirsiz. Erigay deganda azroq qaynoq suv qetib, yana elashtir. Buningga azroq qaynoq suv qetib, sho'ribda qilsiz. Ertisiz hisobda mushning bilan. Mana qaynoq suvni qo'yib qilsangiz, zimajan bilan samsaq mishinchilik aralashadi. Mush normal bo'lgan holda. Mana qarindoshlar, bo'lsa tarxamakni yumg'asini to'kib iste'mol qilsanglar bo'ldi. Dars tamom.